Yuzoshlikni boshlaymiz. Sovg'alar tayyor. Bo'ldi, tayyor. Shan. Ha? Qaysi nizat bo'ladi, shundan yig'ilamiz. Bu ana qizil gilam ko'ryapsan, o'sha yerda turasan, ammam xolam keladi, senga sovg'a berib, yuzingni ochib o'padi, keyin sen ko'tarib yerga uradi. Ko'tarib olib chiqib ketmoqchi bo'ladi. Shu qizil gilamni olib chiqib ketsa, sen sovg'a berasan. Sovg'ing bormi? Yo'q. Bo'lmasa yangilar sizlar qattiq ushanglar, shunday qo'llarini uzib olinglar kerak bo'lsa. Buni ma'nosi ne bo'ladi? Men yaxshi bilmayman, menimcha o'sha seni quchoqlab uradi-ku, kuchiga qarab kimga gap qaytarish, qaytarmaslik bilib olasan. Shuning bosing. Qaynapangga ilib serim ber. Baxtli bo'ling. Qaynapa Slavika ya. Alloh. Baxtli bo'ling, kelin bola, hali siz bilan ko'p hisoblashamiz. Birga bir qo'yib ber, o'zim qatiraman. Al yeningga. Mantiqos bu emas. Qani kelingchi. Kelin, sizdan menga qimmatbaho narsa kerak emas. Sizdan menga bitta narsa kerak. Oyini. O'g'limdan uzoqroq yuring.